Ikkita er xotin birga kelgan, umrani qilib olib, er vafot etgan, yuvishgan, kafanlashgan. Endi hoji xayrlashib olay degan gaplarim bor degan. Kirgan, xayrlashayotganda erini oyog'ini quchoqlab, kafanli holatda xayrlashayotgan bo'lgan. Ashetda turgan akalar chiqib turishgan nimadir bo'lib, shu quchoqlab turgan paytda o'sha jon taslim qilgan ekan, kirsa, hoji ham o'sha hushdan ketgan. Keyin biz ishchilar, akalar hoji desa, hoji ham jon uzil bo'lgan ekan. Haqiqiy muhabbatda qarang, eng go'zal xotima. Birga yashashdi, birga hayot kechirishdi, birga umra qilishdi va birga vafot etishdi. Va birga Makkaga ko'milishdi. Ikkita er xotin birga kelgan, umrani qilib olib, er vafot etgan, yuvishgan, kafanlashgan. Endi hoji xayrlashib olay degan gaplarim bor degan. Kirgan, xayrlashayotganda erini oyog'ini quchoqlab, kafanli holatda xayrlashayotgan bo'lgan. Ashetda turgan akalar chiqib turishgan nimadir bo'lib, shu quchoqlab turgan paytda o'sha jon taslim qilgan ekan, kirsa, hoji ham o'sha hushdan ketgan. Keyin biz ishchilar, akalar hoji desa, hoji ham jon uzil bo'lgan ekan. Haqiqiy muhabbatda qarang, eng go'zal xotima. Birga yashashdi, birga hayot kechirishdi, birga umra qilishdi va birga vafot etishdi. Va birga Makkaga ko'milishdi.